vaqtida nurg'un insonlar bunda diqqat qilmaydigan bir ish bor ekan. Shu bizning nimamizda, bizning diyorimizda. Cho'nglarga pul berganda sanab berilmaydi do'stlar. Sanab berilmaydi. Pul bergan sanab berilmaydi. Bir akimiz ashta qilibdi. Dadasining qishig'i berib, dadasiga hamda bir 2000 ko'y berish niyati bor ekanda, dadasiga. O dadasi ham qattiq salopatli inson ekan, burundan cho'ng o'tgan. Hamda pensiya maoshlari bor ekan, hamda pensiya maoshlaridan sit endi dadam meni deb qo'ysin deb bir kuni pul beray deb dadasining qishida o'tirib, yan chiqdi pul bor ekanda, 10,000 ko'y pul bor ekan. Shalaqqa chiqiribla, tas sanabdi bu. Sanabdi dadasida qarab o'tirib, mishqotsa debdi. Debdi da qarab, ha dada desa, "Men pul beramsa" debdi. "Ha, pul beray deyman" desa. "Ben sen sanamay be. Ben sana küçük ay tug'ilib tam mush vaqtgacha men sana ketgan xarajatlarni sanab qo'ymagan. Men sana sanamay xajlagan. Ben sen sanamay be. To'g'ri-da deymizmi masalan, qaysimizning birsimizning dadasi biz tug'ilgan doktorxonaga 5000 ko'y xajladim, zakirga 350 ko'y, bulmaq 170 ko'y deb ay jangdan bormi? Qaysinglarning uyinglarda jangdan bor. Yo'q-ku. Shunga ota-onaga agar pul berayotgan bo'lsanglar, sanab bermanglar. Ota-onaga bir narsa qilib berib, ota-onaga pul berib, ota-onaga mashina berib, ota-onaga uy berib, ashuni do'yinga chiqarayotganning hammasi mening nazarimda poq axlat. Ota-onaga go'sh ilib, ota-onaga bu narsani ilib, opirib, ota-onasining oldi qo'ygan yerini tatib do'yinga chiqarganning hammasi axlat. Mening shaxsiy ko'z qarashim. Agar men unda axlat emas, mening ota-onamga qilayotgan shu yaxshiligimni do'yinga chiqarishdiki, uningdan boshqa bir oliy janob mening bir o'y fikrlarim bor dedi sanglar meni izdanglar. Do'y ota-onasiga xajlagan pulni, ota-onasi qilganni do'yinga tatib chiqadimi? Mayli do'yin bo'lsin, mayli boshqa yoq bo'lsin, tatib chiqading sen axlat. Sening o puling ko'paymaydi bu. O sen xaqlar meni mesela deb qolsin deb qilayotgan ishlarda bu. Başqa ota-onaga do'stlar qilimiz, bildirmay qilimiz, o'zingiz bilasiz, onangiz biladi uni. Biz kichik vaqtlarimizda biz bunda vang jiqilib chiqib beramiz, tarasturuslam yardavos cho'nglar 10-20 mingni xashlab bitib, dadib chiqib olmagan-ku. Men balam palanchiga bugun sho'tidan jiqilib tushib, 20 ming ko'y xashladim, xaloyiq. Bilib qo'yinglar, balamga qisingdagi ajrimni dedimi bilasanlar opanglar. 4 kun dikillam cho'ng'olib appaga daykanga bir uyni apirib o'taqib uy appadim deysanka. Arshu mashina bir napir dadamga mashina appadim deysanka. Bitta qo'yning oldi pachig'ini apirib olib zo'pintab chiqarib bitsanka, anamga go'sh appadim bilan. Hammani qilayotgan qilqim tukishlar. Men sizlarga bu ota-onamizningki bu vaqtida hammamiz tang dal mushu asnodan boshlab ota-onamizga bo'lgan muomalamizni tang birlikda o'zgartaylik demoqchi. Do'yinda yigitman deydiganlar ko'p. Do'yinda men sizni pul topqizman deydiganlar ko'p. Do'yinda men sizni onda erishga chiqamay, oyshar chiqamay deydiganlar bor. Lekin bunda ota-onamizga bir nazar tashlab qo'yaylik. Ota-onamiz bizdan qanchalik xush bo'ladi, ota-onamizning bizdan xush bo'lish nisbatini tang ko'taraylik deydigan odam yo'q. Buning uchun men o'zimga degan gaplarni qo'shib, sizlarga jopin qilib chiqarib tatib o'ltiryapman-da. Mening boshqa maqsadim yo'q. Shu jopinni ko'rgandan keyin hamma insonlar ota-onalarimizga yaxshi muomala qilsak, hammamizning ishlarimiz yaxshi bo'lib ketsa, yaxshi-ku. Iqtisod ko'tarilib ketsa, hamma tijoratchilarningki tijoratlari xotirjam bo'ladi. Iqtisod ko'tarilib ketsa, hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Shu iqtisod ko'tarilishi uchun ota-onamizga bir yaxshilik muomala qilishimiz kerakka do'stlar. Ota-onadan keyin qolgan ganjani do'stlar men sizlarga deb bermayman. Ota-onasidan ayrilganlardan so'rab baqsanglar bo'ldi. Shaxsan mening ota-onam bor hayot. Ota-onasiz hayot inson hech qachon bir insonga ota-onasizlikningki naqadar zo'r, naqadar qiyin bir kunlar ekanligini bildirib bermaydi. Faqat va faqat shu ota-onadan ayrilganlar deb beralaykan. Agar 60 yoshlik bir buvayningki 75 kirgan dadasi bo'lsa, "Ash buvayim" deb bermaydi. Otsizlikning qandoqligida.
60 kirgan mo'mayniki 80 kirgan afsus, ay mo'may deb bermaydi, onasizlikni qandaligini. Agar ota-onanglar hayot bo'lsa qishinglarda, mush ota-onamda qarab yiqinlashsin ko'ziga. Mushu ikkisidan bir kun mushu ikkisi vangdan jonizib qolsa, men qanday bo'lib qolaman deb bir bilib baqinglar kelib qolsa, ota-onangiz tugab ketib bo'lgan bir akangizlarni yo bir adashlarni izlab paranglashib baqsanglar bo'ldi. Agar mush opam dadamdan keyin qolsam qanday bo'laman desanglar, ashlasizlar tushundirib bo'ldim. Men ham tilim ojizlik qildim, mening ota-onam bor. Men shu anglag'anim so'zlab beraman.